Tramp Pinokio yolg'on shkalasida rekord o'rnatdi. Donald Tramp 1461 kun ichida rasman 33573 ta yolg'on gapirdi. Bu har 69 daqiqada bittadan, kuniga esa 21 tadan yolg'on degani. Ammo prezidentlikka saylanish oldidan kunlik 300 tadan ko'p yolg'on ishlatgan. Bu raqamlar esa Pinokio yolg'onlar shkalasida me'yordan oshib, Pinokio tubsizligi deb nom olgan. Gap shundaki, Washington Postning fact-checker bo'limi Trampning 4 yillik gaplarini birma-bir tahlil qilib chiqdi. Bu davr uning avvalgi prezidentlik paytiga to'g'ri keladi. Trampning eng ko'p ishlatgan yolg'oni u dunyo tarixidagi eng buyuk iqtisodni qurgani, naq 493 marta aytilgan. Keyingisi esa 15 milliard dollarlik yolg'on bo'lib, 400 milgina qurilgan Meksika devorini Tramp 250 marta ko'paytirib ko'rsatgan. Rossiyaning sirli Mueller tergovida ham Tramp 200 marta yolg'on gapirgan. O'shanda rus trollari Instagram, Facebook va Twitterda soxta akkauntlar ochib, Amerikani diniy, irqiy va siyosiy ziddiyatlarga chorlashgani, rus josuslari pochtalarni buzib WikiLeaksda tarqatib yuborgani aniqlangandi. Ammo Tramp ishni oxirigacha yetkazmagan. Eng qiziq fakt, Donald Tramp ilk prezidentlik saylovoldi kunlarida kuniga 300 tadan ko'p yolg'on ishlatgani, berilgan va'dalar bajarilmagani dalillar bilan isbotlab berilgan. Ammo u Isroil, Falastin, Rossiya, Ukraina mojarolari fonida hozirgi 4 yillik ham ko'p ovoz bilan qo'lga kiritdi. Eng so'nggi xabarlarni Qisqa News'da kuzatib boring.